Nega Koreya ikkita? Obuna bo'ling, tushuntiraman. Aslida Koreya yarim oroli 1945-yilgacha bir butun davlat edi va Yaponiyaning nazorati ostida bo'lgan. 1948-yilda mamlakat boshqaruvi ikkiga bo'linib, shimoliy hududi sobiq Sovet, janubiy qismi esa Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan bo'lgan. Ammo bu tinchlik uzoq davom etmadi. 1950-yilda Shimoliy Koreya janubiysiga bostirib kiradi. Janubiy Koreya esa Birlashgan Millatlar Tashkilotidan yordam so'raydi. Hamda ularning aralashuvi bilan ular Shimoliy Koreyani tezda orqaga suradilar. Ammo Xitoy Shimoliy Koreyaga yordam berib, 250 ming qo'shinni yuboradi. Natijada Janubiy Koreyaning 38-parallelgacha tarib boradi va 1953-yilda sulh imzolanib, shu hududda demilitarizatsiya zonasi tashkil etiladi. Shunday qilib, hozir ikkita Koreya mavjud. Eng qizig'i, ularning tili, alifbosi bir, faqat bittasi juda rivojlangan. Ikkinchisi esa qamayli. Like bosish esdan chiqmasin.